Birontasini mazasi yaxshi emas. Yig'ishtir. Nimaga? Yig'ishtir dedim. Essiz. Shuncha narsa isrof bo'lar ekanda. Opa. Tog'a! Tog'ajon! Qalaysizlar? Ukajon, keldinglar. Voy, bir og'iz aytmabsan-da, ukajon. Yaxshiroq ovqat qilib qo'yardim. Ha, xijolat bo'lmang, opa. Mashinadagi narsalarni olib kel. Vau! Qani, olinglar. Bismillah. Hil bo'lib ketdi. Qanday bunday shirin qilib pishirding? Qani salatdan yeb ko'raylik qani? Bismillah. Salatdan buncha mazali. Opa bitta yeb ko'ring-da. Haqiqatda shirin ekan. Chet elda oshpazlar baribir boshqachada. Endi pastda nash restorandan zakaz qilib bo'ptimi? Men qarang, boya shu ovqatlarni bemaza, ta'mi yo'q deyatuvdingiz. Qanday bir pasta shirin bo'lib qoldi? Bitta narsani tushundim, xotin. Ovqat shirin qiladigan narsa qimmat masalliq, chet elning oshpazi emas ekan. Har bir narsani mazali qiladigan narsa jigarlaring bilan baham ko'rishingda ekan. Bolalar astiraqjinglar menga ham qolsin. Olinglar. Jigarlarim bor, mening jigarlarim